Ha? Benim buradaydı lan. Kabirler bir yadgarlık ne işleri diyor. Nasıl derim o da? Güzel bana Afganistan'da ne işleri oturuyorduk diye. Adam Seyda abi. Mazar Sharif'ten Kabulga gidecek dostlar o. Mazar Sharif'ten Kabulga gidecek. Nasip olsa. Şimdi Mazar Sharif'te Mazar Sharif shuni yana tutundan adamlar kam bo'ldimi, az bo'ldimi? Ko'rib. Assalomu alaykum do'stlar, Mazar Sharif hayot bazari hayoti rasta. Bulasirga ketgan yer Mazar Sharifda boshimiz yanib nasib bo'lsa Kabul yo'li chiqacak shundan. Xudo xolasa. Mazar Sharif do'stlar. Subscribe etmani, like etmani yoddan chiqarmang do'stlar. Videolar xolasan. Do'stlar, buradan Edaga ketiyor Kabulga, her yere gidiyor ekan. Qayra tarafı Mazar Sharif. Oradan Kona Purshluq Leylami, Kona Purshluq o'taysiz. Do'stlar, Kona Purshluq. Mazar Sharif, Kona Purshluq. Kabulga varıyoruz. Dostlar boşuna dayanıp Kabulga varıyoruz. Rikşa bindik, bilen rikşada yolda Kabulga varıyoruz. Kona Purshluq'un hoşuna geldik. Mazar Sharif.
Mazar Şerif'te çok Park Dosti ya Afghan Türk Mazar Şerif. Mazar Şerif adlı çok dostlar. Terminal, mana shu motora minjak bo'lib 07 90 axiran 9 pensiyada shtatlari 508 minutga o'tib Mazar Şerif Eda terminalam diyorlar. Asıl adı İngilizce terminal bilen Hakios Eda diyoruz kabul ede. Terminal terminali Mazar Şerif kabul gidiyor eder. Dostlar terminal için mana edenin terminali o'xshapdir. Mana her kim Türkiye meydan vaqtidan qara so'rab biliyorsunuz zaten biliyorsunuz ish bilan kun vaqtida palakan bilan ish bilan palakan olmoqda ham yerlar cho'qlardan atlasdan mana kida o'tdi her kim ko'kmadan vaqtida meydan vaqtidan cho'qlar va terminal qo'shilibdir da nima yo'q ekan. Oila terminal transport vaqtlar o'tan deydir. Mana bu yer boshdir. Qo'yar ketib turadi. Bo'lmasa bo'lacak ekan. Chunki jadval bo'lib turadi. Motorlar dasturda chirmagan bilet kelib motor minib berdi. Yaxshi gap.